O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tomonidan yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda jamiyat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini munosib e'tirof etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Fidoiy mehnati, tashabbuskorligi va vatanparvarligi bilan tengdoshlarga o'rnak bo'layotgan yoshlarni rag'batlantirish ana shu siyosatning muhim yo'nalishlaridan biridir. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan O'zbekiston belgisi ko'krak nishonini tantanali topshirish marosimi yoshlarga bo'lgan yuksak e'tibor va ishonchning yaqqol ifodasiga aylandi. Ta'kidlash kerak, O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni mamlakatimiz obro'-e'tiborini yuksaltirish, uning xalqaro nufuzini oshirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan, ijtimoiy siyosiy hayotda faol ishtirok etib, tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan yoshlarga beriladi. Bugungi kunga qadar ushbu nufuzli mukofot bilan 1208 nafar yoshlar taqdirlangan. Mukofotga sazovor bo'lgan tengdoshlarimiz ichida chempionlarimiz, fan doktorlari, katta tadbirkorlarimiz, o'zbekistonlik bo'la turib Amerikada borib tadbirkorlik qilib qancha yoshlarni ish bilan ta'minlagan, o'zimiz tengqur yoshlar olgani, men o'ylaymanki, bugun mana shu mukofotni yoshlarimiz bularni ko'rib yanada katta motivatsiya olib, ertangi kuniga umidi paydo bo'lib, hozir o'zining sohasida mas'uliyatdan-da 10 karra yana mana shu O'zbekiston belgisi ularga mas'uliyatni yuklab qo'yadi. Tengdoshlarimiz, yoshlarimiz tashabbus qilishdan, o'zlarini imkoniyatlarni, bor imkoniyatlarni ishga solib, mana shu imkoniyatlardan foydalanib, natijaga erishsa, albatta rag'bati bo'lishini mana bugungi kun yana bir bor isbotlab berdi. Tadbirda yoshlarga O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni topshirildi. Unda so'zga chiqqan mukofot sohiblari yurtimizda yosh avlod vakillarini qo'llab-quvvatlash, ularning tashabbuslarini rag'batlantirish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar, doimiy e'tibor va g'amxo'rlik uchun chuqur minnatdorchilik bildirib, kelgusida ham vatanimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligi yo'lida sidqidildan xizmat qilishlarini ta'kidladilar. Hozir juda ham qattiq hayajonda turibman, sababi yil yakunida O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan eng faol yoshlar qatorida taqdirlandim. Albatta bu meni juda ham xursand qildi, sababi yaqin kunlarda aynan prezidentimizning shaxsan o'zlaridan Abdulla Avloniy nomidagi davlat stipendiyasini birinchilardan bo'lib qabul qilib olgandim. Mana shu yutuqlarimning bu davomi bo'ldi deb o'ylayman. Albatta bu yutuqlarning zamirida mamlakatimiz rahbarini biz yoshlarga berayotgan imkoniyatlari, otalarcha mehrini natijasi deb bilaman. Mana hayotimni yarmi o'zi musofirchilikda o'tdi-da, lekin muhtaram yurtboshimizni mana shu qilib bergan tashabbuslari, qilib bergan imkoniyatlari sabab 2020-yildan beri shu yerga restoratorlik faoliyatida ishni boshlagandim. Buni qarang, chet elda 14 yil davomida erisha olmagan narsalarimizni oxirgi 4 yil ichida o'zimizda vatanimizda mana shunaqa erishib turibmiz. Bu shunchaki daraja emas, bu bir mehnat, bu bir xizmat, bu fidoyilikni belgisi bilaman. Shuning uchun unvonlardan keyin men faqat umid qilib qolamanki, xizmatimiz va vatanga bo'lgan fidoyiligimiz bundan oshsa-oshadi, lekin kamaymaydi. Tantanali taqdirlash marosimi yosh ijrochilar hamda san'at ustalari ishtirokidagi mazmunli, ko'tarinki ruh bag'ishlangan konsert dasturiga ulanib ketdi. Sardor Murfuzalov, Murod Sagrayev, Poytaxt.